bir iste'dodning ortida uni kashf etgan ustoz, qo'llab-quvvatlagan oila va ishongan yurt turadi. Katta sahnaga chiqish esa tasodif emas. U sabr, mehnat va ishonch bilan bosib o'tilgan yo'lning natijasidir. Bugun respublika finali sahnasida ana shunday yo'lni bosib o'tgan ikki jamoa Jizzax va Sirdaryo vakillari o'z mahoratini namoyish etishdi. Ular bu yerga minglab tengdoshlari orasida saralanib kelgan eng munosib iste'dod egalaridir. Butun o'zbek yoshlarini birlashtirgan, o'quvchilarimiz birlashtirgan Turon va iqtidor tanlovlarining respublika bosqichi bo'lib o'tyapti. Aynan bu tanlovga Jizzax viloyatidan o'quvchilarimizni olib kelganmiz. Tanlov ayniqsa iqtidor tanlov o'quvchilarda san'atga bo'lgan, musiqaga bo'lgan qiziqishlarni yanada uyg'otadi. Xalqimizda va o'sha dunyo faylasuflarida shunday gap bor, musiqaga oshno bo'lgan qalblarda hech qachon yomonlik chiqmaydi deydi. Biz o'sha ezgu harakatlarimizni, ezgu amallarimizni va yangi O'zbekistonni barpo etishda yoshlarimizga, o'quvchilarimizga musiqa madaniyatini o'rgatish, musiqa cholg'ularini o'rgatish orqali ularning qalbiga ezgulik urug'larini ekishga harakat qilyapmiz. Aynan bugungi tadbir ham yuqori saviyada tashkillashtirildi. O'quvchilarimiz ham xursand, ota-onalarimiz ham tashrif buyurgan, ular ham xursand. Sababi o'zini farzandini katta sahnaga chiqqanligini, ustozlar izi bor sahnaga chiqib o'zini iqtidorini namoyon etayotganligi ota-onalar uchun ham o'zgacha ruhiyat, kayfiyat beryapti. O'ylaymanki, bu tanlov
munosabatda kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda do'stlik, birdamlik, hamjihatlik va o'sha musiqaga oshnolik kayfiyati o'quvchilar qalbida bir umr qoladi. Aynan bu tanlovlarni tashkil etilishida albatta prezidentimizda tashabbuslari bor. Bu tashabbuslar uchun Jizzax viloyati yoshlari nomidan, Jizzaxlik ota-onalar nomidan va Jizzax viloyatidagi Kelajak markazi jamoasi nomidan barcha pedagoglar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Jizzax tog'lar bag'rida qad rostlagan, mehnatkash va matonatli insonlari bilan tanilgan voha. Bu zaminda san'at ham mehnat kabi qadrlanadi. Shu bois yosh ijrochilar bugun nafaqat o'z mahoratini, balki vohaning boy musiqiy an'analarini ham namoyish etish uchun sahnaga chiqmoqda. Biz Jizzax viloyati Zomin tumanining 43-maktabidan kelganmiz. Jamoamizning nomi Sunbula. Biz bugun Ko'ngil guldastasi birinchi kuyimiz, ikkinchi kuyimiz esa Papuri, uchinchi kuyimiz esa Gulzorda. Aynan bu sababdan o'zimizga yoqqani uchun, o'zimiz chala olganimiz uchun tanlaganmiz. Boshida qiyinchilik bo'ldi, yodlash qiyin bo'ldi. Undan keyin jamoa bilan ishlash qiyin bo'ldi. Keyin ustozlarimiz maslahat bergandan keyin tushunib, jamoa bilan ishlashga harakat qildik. Shu Zominimizni, Jizzaximizni sha'nini yuksaklarga ko'tarib borish. Aynan bizga Iqtidor maktab ansambli musiqaga bo'lgan ishonchimizni yuksaklarga ko'tarib berdi. Menga Toshkent juda ham yoqdi. Ko'plab do'stlar orttirdik, hamma bilan kelishdik. Har bir jamoaning o'z ovozi bo'ladi. Kimdir nafisligi bilan yodda qoladi. Jizzaxlik yoshlarning bugungi chiqishida esa eng avvalo jamoaviy uyg'unlik va sahna madaniyati yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ayni jarayonlar esa tinimsiz mashg'ulotlar va ustozlarning zahmatli mehnati samarasidir.
Bugungi final yana bir haqiqatni namoyon etmoqda. Iste'dodni tarbiyalash uchun eng avvalo imkoniyat kerak. Iqtidor maktab ansambli esa aynan mana shunday imkoniyatlarni yaratib, yuzlab yoshlarning katta sahnaga yo'lini ochmoqda. Bir vohaning navolarini tinglagan zahoti sahna yangi ohanglar bilan yashay boshlamoqda. Bu uning o'ziga xosligi. Navbat Sirdaryo viloyati jamoasiga. Ayni hudud mehnat va bunyodkorlik timsoliga aylangan manzil. Ushbu zaminning yana bir boyligi yosh iste'dodlari katta sahnada namoyon bo'layotganidadir. Har bir ijro ortida oylar davom etgan tayyorgarlik, san'atga bo'lgan cheksiz mehr mujassam. Sirdaryo viloyati jamoasi ana shu tuyg'ularni his qilgan holda milliy musiqa san'atining o'ziga xos sehrini o'z cholg'ularida yana bir karra isbotlab berishdi.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani 16-maktabdan Qaldirg'och jamoasimiz. Jamoamizda 6 kishi ishtirok etyapti. Tayyorgarlik jarayonlarimiz juda ham qattiq o'tdi. Kechani-kecha, kunduzni-kunduz demasdan ancha harakat qilib tayyorlandik. Biz ko'p kuylarni chalishni o'rgandik. Hozirgi tayyorlagan asarlarimiz 6 tadan ziyod. Hammasini popuri shaklda ijro etmoqchimiz va biz bularga ancha harakat qilib, mehnat qilib, mashaqqat bilan erishdik. Hayajon unchalik kuchli emas. Biz sahna ko'rib, viloyatlar, tumanlarda o'rganib qoldik anchagina. Respublika bosqichida meni birinchi marta ishtirok etishim, lekin jamoamizni ikkinchi marta ishtirok etish. Biz hozir qatnashayotgan bo'lsak, respublikada bizdan keyingi bizning maktabimizda, boshqa viloyat tumanlarida ham juda ko'p yoshlar harakat qilib, o'rganib, biz sababli qiziqib, ancha viloyatda ham kurashlar bo'ldi. Qiyinchilik bilan mana shu darajaga keldik. Juda ham qattiq rivojlanyapti. Bu tanlov bizni qaytadan kashf etyapti. Bizni musiqaga bo'lgan qiziqishimizni, rivojlanishimizni oshiryapti. Agar biz mana shu respublika bosqichida birinchi o'rinni ola olsak, chet elga ta'lim sayohatiga borishni rejalashtiryapmiz va biz bunga erishishga harakat qilamiz. Prezidentimizga rahmat, mana shunday tashabbuslarni ochgani uchun, tanlovlarni tashkil etganligi uchun. San'atning go'zalligi uning samimiyatida. Samimiyat esa faqat yurak bilan ijro etilgandagina tomoshabinga yetib boradi. Bugungi chiqishlarda aynan mana shu tuyg'u yaqqol sezilmoqda. Bir tomonda Jizzaxning vazmin ohanglari, ikkinchi tomonda Sirdaryoning nafis ijro uslubi. Turli maktablar, turli talqinlar, ammo yagona maqsad milliy san'atimizni munosib davom ettirish missiyasidir. Respublika finalining bahslari ana shunday o'ziga xos yuqori kayfiyatda davom etdi. Har bir jamoa o'ziga xos uslub va ijro madaniyati bilan hakamlar hamda tomoshabinlarda unutilmas taassurot qoldirdi. Bugun biz ixtiyor ko'rik tanloviga Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumani Qaldirg'och jamoasidan mas'ul shaxs sifatida kelganman. Bugun jamoamiz birinchi marta ishtirok etishi emas, ikkinchi marta ishtirok etishi, ancha tayyorgarligi bor va bir yil davomida qilingan o'sha mehnat, o'tgan yil qilingan xatolarni to'g'rilashdi va bir yil davomida mehnat qilishdi. Bugun mana shu mehnatining mevasini ko'ramiz degan umiddamiz. Kelajak markazlari o'quvchi yoshlarimiz uchun bayram tadbirini tashkil qilishda amaliy yordamlarni beryapmiz. Bu esa o'quvchilarga juda mamnunlik beryapti va tayyorgarlik ortyapti. O'zim har safar ishdan so'ng ularning yoniga borardim, chalishadi. Bu ham ular uchun alohida bir motivatsiya bo'lardi. Bilamizki, demak, har bir kishining o'zining o'sha ko'rinmas qobiliyatlari bo'ladi. Xuddi shunday yosh bolalarda ham, o'quvchi yoshlarimizda ham alohida iqtidor bor. Ular orasida esa musiqaga bo'lgan iqtidor hisoblanadi. O'quvchi yoshlarimiz orasida o'sha iqtidori bor o'quvchilarni bu yerda saralab olishimiz mumkin. Ular o'z yo'lini topishiga esa ko'maklashishimiz mumkin bu jarayonda.
Oldinda esa bizni yana bir yangi uchrashuvlar kutmoqda. Bu gal Jizzax va Sirdaryo yoshlari yana bir haqiqatni isbotladi. San'at iste'dod bilan boshlanadi, ammo uni yuksaltiradigan kuch, mehnat, ustoz va ishonchdir. Iqtidor maktab ansambli respublika finali esa ana shu 3 tushunchani bir sahnada jamlagan ulkan ijod maktabiga aylanib bormoqda. Biz tafsilotlarni yetkazib boraveramiz. Jarayonlarni esa siz kuzatib boring.